Bir kuni yo'lda ketayotgandik. Yo'lning o'rtasiga tashvoqqa chiqib qoldi. Qani bir to'xtab bir undan bir ikki og'iz gap so'raylik qani. Erinmay. Ova. Tashvoqqa to'xta. To'xta tashvoqqa. To'xta. Qara. Yosh umringni zomin qilib, nima qilasan yo'lni o'rtasiga o'ynab, ha? Yosh umringga zomin bo'lib. Ha? Nima qilasan yo'lni o'rtasida? Kallang chiqar. Uyalma, qo'rqma. Chiqar kallangni. Kallang chiqar. Senga zarilmi yo'lni o'rtasiga chopib, ha? Yo'lni o'rtasiga nima qilasan? Ha. Aroga salom aytmoqchi ekan bu. Ayvat, tintalama qo'limni. Shopir akalarimga salom aytmoqchi edim. Shuning uchun yo'lingizga chiqib sizni to'xtatmoqchi bo'ldim deydi. Rasul aka, Ozat aka, Nodir aka deganlarga salom aytaman deb yo'lingizga chiqdim deydi. Shunga deydi. Akras deydi, o'zingizni ko'rib qoldim deydi. Men salom aytyapsiz sizlarga. Lekin endi gapirga yaxshi tushunmay qolyapman har zamon, bu tashvoqa tilini yaxshi bilmayman. Buni aytishi bo'yicha ular deydi bachcha deydi ma'lumga deydi. Shopirlar deydi ma'lumga bachcha deydi. Yoshim ancha katta deydi. Men sansiramay gapiringlar deydi bu.